Assalomu alaykum treyderlar. Treyder aytadi, doim yuradi. Bugundan boshlab sizlar uchun noodatiy analizlar qilishni boshladik. Ya'ni zonalarga nima uchun kirish kerak, nima uchun kirmaslik kerakligi haqida to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Assalomu alaykum treyderlar. Bugundan boshlab bozorda noodatiy analizlar qilishni boshlaymiz va bizga eng kerakli bo'lgan bugungi kunda nima kutamiz bozorda, shu haqida qisqacha aytib o'tamiz. Kechagi kunda bozorda kuchli impuls bo'lgandan so'ng bizda H4 SNR rezistans zonamiz juda ham kuchli ekanligini tasdiqlab qo'ydi. Chunki rezistans zonada 1 marta, 2 marta, 3 marta kuchli harakat ko'rsatdi va har bitta harakatni ko'rgan bo'lsangiz kuchli impulsdan tashkil topgan va ushbu narxlar bizga 4764 va 4746 ekanligini tasdiqlab qo'yadi. Endi men nima qilishim kerak bugungi kunda? Bugungi kunda menda agarda H4 SNR zonamga shu narxlarga nisbatan bozor kelsa, M15, M30 time frame agarda struktura bersa, yana kuchli sell ishlayman. Endi e'tibor beramiz. Bizda mana bu ko'k liniyamiz nima? Ya'ni ko'k liniyamiz bizda 4667, 4657 narxlar. Shu narxga nisbatan bugungi kunning kuchli impulsni oladigan nuqtasi hisoblanadi. Ya'ni bu H1 zona. H1 zonani ichiga kelgandan so'ng bizda agarda M5 time frame'da ham struktura sindirguday bo'lsa, M5 time frame'da struktura sindirguday bo'lsa, biz yana kuchli sapir zonadan H4 SNR zonagacha bay ishlashimiz mumkin bo'ladi. Ana endi bozorda global, ya'ni bugungi kunda CPI yangiligimiz bor va bizda ushbu yangilikda kuchli xarakter ko'rsatadigan nuqtalar mavjud. Ya'ni H4 SNR zonamiz mavjud. Ya'ni bu nima uchun H4 SNR zona deyilyapti? E'tibor qaratamiz. Ya'ni bu yerda engulfing failed bo'lgan. Ya'ni bizda FI bor. FI da bizda atrofga qilinmagan zona bo'lganligi sababli bu kuchli bay nuqta hisoblanadi. Bu bay nuqtamiz bizda 4630 va 4617 narxlar. Agarda shu nuqtaga kelib M30 time frame'da yoki M15 time frame'da struktura sindirguday bo'lsa, bizda high yangilanadi doim. E'tibor beringizlar. Agarda bizda shu zona proboy bo'lguday bo'lsa, H4 time frame'da proboy bo'ldimi, demak biz tushunishimiz kerak, keyingi sapir zonagacha bozorga hujum bo'ladi. Ya'ni hujum bo'lishi kerak bo'lgan nuqta 4562 va 4550 narxlar hisoblanadi. Va bizda bu narxdan bozor katta impuls olishi juda ham ehtimolligi juda ham yuqori. Nima uchun deganda 2 marta perixay bo'lgan. Ya'ni perixay, ya'ni high yangilangan va high yangilangan. Bu nuqtada aktual qolib ketilgan sham bu hisoblanadi. Ya'ni shu nuqtadan men katta impuls kutyapman. Endi eng asosiy narx katta impuls uchun deb yozganman. Bu qachon amal qiladi? Bu zonaga kelganda enter qilmaysizlar. Bu narx bizda faqatgina bugungi kun yopilgandan so'ng, agarda bugungi kun 4678 dan pastda yopilsa, daylik shamimiz, demak biz tushunishimiz kerak, bu hafta doim bozor kuchli sell yuradi. Ya'ni ushbu zonalargacha. Ya'ni bizda bozorda ishlash sistemamiz price action va Malayziya SNR da qolib ketilgan aktual shamlar orqali enter qilamiz. Eng muhimi bu analizlarda Telegram kanalida kirib to'liqroq ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi.